Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi rivojlantiruvchi markazlarni tashkil qilish texnologiyasi fanida navbatdagi ma'ruza mavzusini boshlaymiz. Bugungi mavzumiz ilk qadam davlat o'quv dasturi. Rejalarimiz ilk qadam davlat o'quv dasturining mazmun mohiyati, ilk qadam davlat o'quv dasturining maqsad va vazifalari hamda ilk qadam davlat o'quv dasturi asosida nashr qilingan qo'llanmalar. Davlat o'quv dasturining birinchi nashrini qayta ko'rib chiqish uchun quyidagi omillar asos bo'ldi. 2009-yilda qabul qilingan Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni va unda belgilab berilgan maktabgacha ta'lim va tarbiyaning asosiy tamoyillari, shuningdek maktabgacha ta'limda davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari. Dasturning birinchi nashrida qo'llashda orttirilgan tajriba va uning tahlili 2021-yilda respublikamizning barcha hududlarida maktabgacha ta'lim boshqaruv organlari mutaxassislari, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat, nodavlat va muqobil shakllari pedagoglari va metodistlari o'rtasida o'tkazilgan mahalliy milliy so'rovnoma natijasida aniqlangan fikr va takliflarning inobatga olinganligi, maktabgacha ta'lim dasturlarini yaratish bo'yicha to'plangan o'tgan yillar davomida to'plangan xalqaro tajribalar. Davlat o'quv dasturi bu bolaning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga qaratilgan bo'lib, ta'lim va tarbiya jarayonining maqsadlari, vazifalari, tamoyillari, kutilayotgan natijalari, mazmuni va tashkil etishini belgilaydigan tayanch hujjat hisoblanadi. Davlat o'quv dasturi ikkinchi nashrining asosiy jihatlari uning muqobilligi, moslashuvchanligi, individual xususiyatlarini inobatga olgan holda har bir bolaning ta'lim ehtiyojlariga qaratilganligidir. Mazkur hujjat maktabgacha ta'limning muqobil, parsial, moslashtirilgan dasturlarini ishlab chiqish uchun ham asosdir. Ilk qadam davlat o'quv dasturi O'zbekistonning maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan. Ushbu dasturning mazmuni va mohiyati quyidagilardan iborat. Mazmuni ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv dasturi bolaning barcha rivojlanish sohalari bo'yicha bilim olishlarini ta'minlaydi. Bolaning aqliy, hissiy va jismoniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. O'quv maqsadlari har bir o'quv fani bo'yicha o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilimlar va ko'nikmalarni aniqlash. Ta'lim metodlari, interaktiv usullar, o'yinlar va amaliy faoliyat orqali o'rganishni rag'batlantirish, bolalarning ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Mohiyati bolalarning qiziqishini ortishi. O'quv dasturi bolaning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga qaratilgan. Bu o'yin va amaliy faoliyat orqali o'rganishni qulaylashtiriladi. Kompetensiyalarni rivojlantirish. Dastur bolalarning turli kompetensiyalarini ijtimoiy, emotsional, kognitiv rivojlanishiga e'tibor beradi. Bu esa ularni kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar bo'lib shakllanishiga yordam beradi. Integratsiyalashgan yondashuv. Dastur o'quv fanlarini bir-biri bilan bog'lab, integratsiyalashgan yondashuvni qo'llaydi. Bu bolalarga o'rganilgan bilimlar bir-biri bilan bog'lashga imkon beradi. Mahalliy madaniyat va qadriyatlar. Mahalliy madaniyat va qadriyatlarni o'quv dasturiga kiritish orqali bolalarning o'z milliyligini anglashlariga yordam beradi. Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlik. O'quv dasturi ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Bu esa ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Ilk qadam dasturi bolaning sifatli ta'lim olishlarini ta'minlash, ularni jismoniy, aqliy va hissiy jihatdan to'g'ri rivojlanish maqsadida yaratilgan. Dastur orqali ta'lim jarayonida yangiliklar kiritish va bolalarning yuksak bilim darajasiga erishishlariga imkoniyat yaratish ko'zda tutilgan. Kiritilgan qo'shimcha va o'zgarishlar davlat o'quv dasturining quyidagi jihatlarini o'z aksida topadi. Ya'ni ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish tamoyillari, dasturning shaxsga yo'naltirilganligi, bola shaxsini hurmat qilish va har bir bolaning
farovonligini ta'minlash zaruratini ta'kidlash uchun batafsil ochib berildi va umumlashtirildi. Kompetensiyaga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini yaratish bo'yicha ilg'or xalqaro tajribani hisobga olgan holda bolaning tayanch kompetensiyalarini ochib berildi va to'ldirildi. Bolaning va pedagogning o'zaro hamkorligini yangi formatda, ya'ni bolaning ovozini eshitish, uning fikrini hurmat qilish, shuningdek bolalarning o'quv jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatlarini rivojlantirish va ko'paytirishga, loyiha faoliyati uchun mavzularni tanlashda bolalar tashabbusi va imkoniyatlarini kengaytirishga, individual tarzda va kichik guruhlarda ishlash uchun rivojlanish markazlarini tanlashga, kun davomida bolalar bilan o'quv faoliyatini birgalikda rejalashtirish, ta'lim rivojlantiruvchi muloqot orqali birgalikda baholashga asoslangan holda taqdim etildi. Ota-onalar va mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlik yangilangan shaklda taklif etildi. Bunda ota-onalar va pedagoglarning umumiy maqsadi bolaga ta'lim va tarbiya berishidir. Pedagog, oila va mahalliy hamjamiyat o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun yanada xilma-xil imkoniyatlar taklif etildi. Ta'lim tarbiyani tashkil etish tamoyillari bolalarning qiziqishlariga ko'ra mustaqil faoliyatlarni amalga oshirishda, imkoniyatlarni ta'minlashda, ta'lim muhiti imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan rivojlantiruvchi muhit to'g'risidagi ma'lumotlar bilan to'ldirildi. Dasturning inklyuziv xususiyati maktabgacha ta'lim tashkilotining alohida ehtiyojli, har bir bolaning alohida ta'lim ehtiyojlari va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limga qo'shimcha yordam ko'rsatish majburiyatlari bilan mustahkamlandi. Rivojlanish markazlarida tashkil etilgan bolalarning faoliyati loyiha mavzusi bilan to'ldirildi. Namunaviy kun tartibida ta'lim va tarbiya jarayoniga ajratilgan vaqt o'zgartirildi. Bu esa o'z o'rnida bolalarning erkin o'yin faoliyati, bolaning qiziqishiga ko'ra mustaqil harakatlanishi, shuningdek mavzuli loyiha faoliyatiga ko'proq vaqt ajratish imkoniyatini beradi. O'zbekiston Respublikasining maktabgacha ta'lim sohasidagi me'yoriy huquqiy hujjatlariga muvofiq xalqaro tajribani, shuningdek boshlang'ich ta'lim bilan uzviylikni ta'minlash maqsadida o'quv reja qisman o'zgartirildi. Bola rivojlanishini kuzatish va baholash jarayonini optimallashtirish uchun bolaning rivojlanish xaritalari qisman o'zgartirildi. Davlat o'quv dasturini tatbiq etishda pedagoglarga yordam tariqasida ilk qadam o'quv dasturiga uslubiy yordam sifatida o'quv uslubiy qo'llanmalar to'plami taklif etildi. To'plam Maktabgacha ta'lim vazirligi mutaxassislari tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi xalqaro bolalar jamg'armasi bilan birgalikda ishlab chiqilgan bo'lib, 6 ta qo'llanmani o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim jarayonini rejalashtirish, o'yin orqali ta'lim olish, maktabgacha ta'lim jarayonini individuallashtirish, alohida ehtiyojli bolalar inklyuziyatsiyasi, bolalar va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik, kuzatish va baholash. E'tiboringiz uchun rahmat.